Kechagi storieslardagi aprosniklardan kelgan ответlarga rosa xursand bo'ldim. Zo'r motivatsion gaplar ham kelgan, настроением ko'taradigan narsalar, xursand qiladigan narsalar ham ko'p kelgan. Boringlarga shukur, rahmat aytaman hammalarga. O'zi Instagram, Telegram, YouTube platformalarini hammasi sizlar o'sha maza qilishinglar uchun, sizlarga foydali bo'lish uchun, sizlar maza qilib o'sha kirganinglarda vaqtinglar jalqa ketmasligi uchun, sizlar maza qilib nimadir foydali ma'lumotlar olinglar deb harakat qilaman. Polniy sizlar uchun bu narsalar hammasi bo'tganlar. Xudo xolasa bundan keyingi bo'ladigan jarayonlarda ham mana shu sizlar so'rayotgan, sizlar xohlayotgan, kutayotgan narsalarda kontentlarni qo'yishda, yanada foydali ma'lumot berishda harakat qilamiz. Kecha bo'lgan storiesdagi ответlarga alohida mana shu storiyaning o'zida javob bersam, sizlarga zirkarli bo'lib ketmaydimi? Joninglarga tegib, chunki zo'r savollar kelgan, ularga ответlar уже qiziqarli bo'ladi bu yog'iga. Nima desa bo'ladi? Короче, u savollar sizlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin, sizlarga ham tegishli o'sha so'ramagan, lekin sizga qiziq bo'lgan ответlar bo'ladi.